Skuterchi akalar, shartdamisizlar. Mana bu holatga bir e'tibor berib qo'yamiz. O'zingizlar bitta ko'ringlar. Motorda ostida paddon bolt bor, yana bitta uni ichida metal strushkani yig'ish uchun maxsus filtr qo'yiladi. Mana bu filtrda anchadan buyon ochilmagan ekan, bu pastki tomonidan moy to'kilmagan, shuning uchun strushka yig'ib ancha to'lib qolibdi ichi. Buni hozir biz yechib oldik. Mana setkasini ham ko'rishingiz mumkin. Ancha ichi ifloslanib ketgan, strushkaga to'lgan. O'zi deyarli. Hozir buni tozalaymiz. Chiroyli qilib inshaalloh ishlarni bitirib beramiz. Moyda aytmasa ham bo'ladi, moy suv kabi bo'lib suyulib ketgan. Hozir buni chistka qilamiz. Mana hozir tozalangan holati bu. Tozalangan holatdan keyin qo'yib, inshaalloh yangi moylarini qo'yib chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Aytmoqchimizki, moy quyilgandan keyin o'rtacha 1000 kilometr yuriladigan bo'lsa, iloji bo'lsa har 2000 kilometrda yoki bo'lmasam uzog'i bilan 4000-5000 kilometrda bir marta motorda ostki paddon boltidan moyni to'kib tashlab, filtrlarini tozalab turishingizni maslahat berib qolamiz. Sog' bo'linglar, skuterchi akalar, qalban birgamiz.